Aziz do'stlar, bu polvonni yaxshi taninglar. Hozir otalari kelyapti. Ravshan polvonni o'g'li. Ravshan polvon juda ko'p zo'rlik qilgan. Hoji Akbarov polvon Chorvoqlik, buni ham yaxshi bilasizlar. Juda o'ziga yaxshi vesiga kurasha oladi. Ikkoviga bir to'y 500 somon. Amin. Allohu akbar. 200 so'm bozor ko'minomdan. Bir to'y 700 so'm bo'ldi. O'lding. Ana shu o'rtaga oldilar patta. Rahmat. Tashadi. Bak ko'rdingizmi aytdilar-ku, Chorvoqdan chiqqan yana chiqaveradi. Oqqan ariqqa suv oqadi deydi. Mana oqdi. Ko'rdilaring Abdug'affor polvonni chiroyli yiqitdi. Hoji Akbarni ko'rdilaring zo'r yiqitdi. Andijoncha qilib ko'tarib tashadi. 50 so'mli padarkasini ham berdi. 1150 so'm bir to'y beringlar, gapiring. Anvar polvon Farg'onadan yaxshi kurashadi, malades. Bu turgan Dilshod polvon. Ana shu aytdilar ko'pmi, bu Farg'onacha kurashadi, zo'r oladi. Bergan pullardan 100 so'mli bir xolos. Alloh akbar. Keling. Qahramon polvon O'zbekistondan. Shuhrada ko'rma 50 so'm polvonlarni bir yaxshi polvonga qo'yamiz deb. Alpomish polvon bir qo'y 100 so'mga yiqitdi. Bering solimini. Bering. Ha, shunda polvon, shunda-ku. Qanday o'tibdi? Qo'yishdan qadimi? Nari shirin bo'lgan yo'qmi? Patta qo'yishdi. Allohu akbar. Mana qani Zafarjon? Sherzod polvon, Bekzod polvon so'ragandan Oltbelgi polvon Shapskidan. Ikkalasiga ana shu Mamatqulov kamma yuzini qo'ydim, 200 qo'lni so'roqman. 200 somon bir palas. Amin. Allohu akbar. Biz mehmonga palas jondor qo'ymaymiz, pul qo'yamiz. Chunki juda vaqt ko'p shuni ham. Pulni bostiramiz O'zbekiston polvonlarimiz. Mayl yaxshi. Oy, Tojiddin polvon Zafarobodlik o'tiribdi. Fahriddin olasanmi? O'zimizdan Firdavs Bobojon olasizlarmi? Kim olsa chiqinglar bitta yaxshi so'lim qo'yaylik.